Yaqında Qudus Xo'jamerov nomidagi Cumhuriyetlik Davlat Uyg'ur muzikalik komediya teatrida Şinjan Uyg'ur avtonom rayonida ko'pchilik tomoshabinlarga o'zining zilva ovozi bilan yaxshi tonilgan yosh talantli naqshchi Ablajon Aud Ayub, Hazrat Ali Muhammad Tursun va bir to'p san'atkorlarning qatnashishi bilan matbuot konferensiyasi bo'lib o'tdi. Bu konferensiyaga kelgan jurnalistlar bilan san'at muxlislari asosan yoshlar Ablajonning hayoti va ijodiyatiga oid o'zlarini qiziqtiradigan savollarni qo'yib o'zaro fikr almashtirishdi. Ablajon Ayub olmutliq tomoshabinlar hoziriga taqdim qilmoqchi bo'lgan yakka konsert haqida to'xtaldi. Naqshchi Hazrat Ali Muhammad Tursunmu o'z ijodiyati to'g'risida tafsiliy so'zlab berdi. Atsi Uyg'ur teatrida Ablajonning Omoqjononim nomli yakka konserti bo'lib o'tdi. Bu konsert Uyg'ur estradasining talantli naqshchisi Qadriddin Avutovning uyushtirishi bilan o'tkazilib, uning yuqori darajada o'tishiga Qozog'iston Uyg'ur yoshlar birlashmasining a'zolari o'zlarining munosib ulushlarini qo'shdi. Aziz qarindoshlarimiz, sizlar bilan yuz ko'rishganligim intayin xursandman. Hammaga Ablajon Aud Ayubdan eng oliy ehtirom sizlar uchun rahmat. Bugün konsertning birinchi maqsadi bizning vatandagi atoqli naqshchimiz Hazrat Ali Muhammad Tursun bilan Ablajon Aud Ayubni bizning yoshlarimiz tanishtirish. Hazrat Ali'ni biz olaydan tanishtirdik. Xudoyim bilsa, kelasi yilning 5-oylarida Ablajonning yakka konsert bilan yuz ko'rishib qolamiz. Bugungi endi biz konsertni boshlagan vaqtimizda bunchalik darajada deb o'tdi deb o'ylamadik. Endi bizning Uyg'urcha aytganda eng yuqori darajadan bir bo'ldi deb o'ylayman. Ablajonning ijrosidagi naqshlarni so'yib tinshaydigan uning muxlislari Uyg'ur teatrini to'ltirib o'tadi. Naqshchi o'zining sahnaga birinchi chiqishida butun tomoshabin zalini o'zining sho'x naqshlari, avrishim plastikalik harakatlari, sho'x zamonaviy stildagi ijro qilish mahorati orqali tomoshabinlarni hayron qoldirdi. Eng avval bugun konsertimizga qadam tashlab qolgan barliq xonimlar, apanlarga, do'stlarga, shundaqla akalar, hadilarga, kichik do'stlarga cho'nqur eng oliy ehtiromimizni, rahmatimizni bildiramiz. Bugun konsertimiz bizning o'tir tipliq, hisobda kichik tiplik konsertimiz bo'ldi. Endi biz bundan keyingi san'at hayotimizda, bundan keyingi yo'llarimizda qarindoshlarimiz bilan bizning katta cho'ng konsertlarimizni, o'zimizning atirtini, muzika atirtimizni, usul atirtimizni to'liq a'zolarini aklib katta konsertlar qilish uchun tirishimiz. Nima bo'lsin, bugun nihoyat xushal xo'ram, cho'nqur, jushqun kayfiyatlarga to'lgan nihoyat katta bir xushallik bo'ldi men uchun. Albatta tomoshabinlarimiz nihoyat xushal bo'ldi. Ularning chehradagi shu xushallikni ko'rib men boshqacha yashirib ketgandek bo'ldim. Olmatadagi barliq aziz qarindoshlarga, Qozog'istondagi barliq Uyg'ur qarindoshlarga eng cho'nqur tashakkurimni, eng oliy ehtiromimni bildiraman. Bizning sabrimizning tunji boshlanishi endi bundan keyin agar Qozog'iston xalqi xohlasa bizni taklif qilsa har zaman bizning safarlarimiz bu yoqqa ko'p bo'ldi. Biz har zaman kelib turishni, xizmatlar bo'lishni, mushaqdagi ustoz akalarimiz bilan, san'atkor do'stlarimiz bilan yaxshi bo'lgan, mayli Uyg'ur, mayli qozoq qarindoshlar bilan bo'lgan hamkorlikni chambarchas bog'lab, birlikda tirishib, yaxshi asarlarni chiqarish uchun, san'at hayotimiz uchun rangdor bablarni, mazmunlarni qo'shish uchun tirishimiz. Qozog'iston bundan keyingi bizning jiq safar qiladigan yo'llarimizning birisi bo'ldi deb o'ylayman. Olmaydı hiç kimnin azabı yok hayatın. Gelse başka dert elem, gidelim sen de bile. Ablajonning bu konsertiga texmu mazmun qo'shib, yiqimliq naqshlari bilan tomoshabinlarning cho'ng olqishiga sazovar bo'lgan Hazrat Ali Muhammad Tursunmu zalda o'ltarganlar bilan sho'x usulga tushib, Ablajon shikzi o'zlarining elib kelgan sovg'alarini tomoshabinlarga taqdim qildi. Assalomu alaykum Almatadagi aziz qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun bizningki o'yinimiz nihoyat g'alabalik o'tdi deb o'yladim. Necha vaqtdan beri bizningki fursat bo'lsa Qozog'istonga kelib Almatada va mayli boshqa o'rinlarda qarindoshlarımizga o'zimizning naqshlarimizni sovg'a qilish planimiz bor edi. Bugun fursat bo'lib mishak jam bo'ldik. Qarindoshlarimiz nihoyat xush bo'ldim. Qaysi naqshlarni aytmoqchi bo'lsam, men bir eslatish uchun etsam muammaydan biladi ekan naqshlarimizni. Men mushtaq Qozog'iston do'stlarimizning bizning naqshimizni mushtaq suyib olgandan nihoyat xursand bo'ldim. Bundan keyin texmo biz qarindoshlarimiz uchun texmo yaxshi nodir naqshlarni sunishga tirishimiz. Meninkimi o'zimninkimi shu muzika tirtim borda, terik muzika tirtim. Shuni akilib kelar yil 5-oylarda o'sha yerda meninkimi bir konsert qilgan bor. Shundoq qilib Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidan tashrif buyurgan bu yosh san'atkorlar o'zlarining nihoyatda cho'ng tayyorlik bilan elib kelgan konsertlar orqali tomoshabinlar qalbida unutilmas ta'sirot qoldirdi.
bugün Şinjan Avtonom rayonundan kelgan Ablajon Avut Ayubning yakki konsertiga ailemiz bilan tomoshin bo'lib kelib o'tirmiz. Konsert yuqori darajada o'tdi. Biz mushu vatandagi qarindoshlarimiz uchun faxrlanamiz. Mushtaq yoshlar bizdimi Qozog'istondami chiqishga armonlaymiz, tilakdoshlik bildiramiz. Konsertning oxirida sahnaga ko'tarilgan mehmonlar Ablajonni tabriklab, o'zlarining ezgu tilaklarini bildirishdi. Naqshchilarga Qozog'iston Uyg'ur yoshlar birlashmasi nomidan tashakkurnoma topshirildi. Konsert oyoqlashishi bilan san'atkorlarning muxlislari ular bilan xotira uchun suratlarga tushdi. Ah yo'l sizga Ablajon. Sizni barliq tomoshabinlar nomidan san'at yo'lidagi mashaqqatli yo'lingizda egiz parvozlar tilaymiz. Biz siz bilan yana uchrashishni xohlaymiz. Abdumanov Mahmudjon, Ruslan Duganov, Baxtiyor Iminov, Tangritog' kanali.